Siz yangiligim bu. Yana nima boshlading? Yaxshi niyatda magazin ochdim. Shuni amakim bilan ikkovlaringiz bor ochib beringlar lentani qirqib. Ey, siz olib kelib ochilishga nima qilyapti? Bu ham bir baxtda. To'g'ri aytasiz. Tayyormisizlar? Ha, ochgan tezroq. Nima ochding ekan? Ana, Qani? Mana dada. Yoqdimi sizlarga? Nima bu bacham? Kiyim. Qanaqa kiyim bu? Qanaqa kiyim bu? Ko'rmay tursan, mana u. Ey, nima bu? Shunaqa magazin ochding. Nima bu? Ey, nima bu? Erkaklar kiydi undan. Nima bu? O'g'lingiz nima ish qiladi? Ayollar ichki kiyim sotadi. Amca, ne ishlayman qan qo'yinqa davlinang ko'taradi. Keting. Qan qo'yinqani bo'yladi. Hozir tushuntiramiz. Damtadan davlinasi. Ana ko'taradi. Kichkina magazin nasib bo'lsa buni katta. Ana yibing. Kattalarni ham sotasiz. Dada bir marta ishonmay biznesimiz zo'r bo'lib ketdi. Sizlar reklama deb chaqirtirdingizlarmi? Bu kim bu? Bloger chaqirganman, seni reklama qilib yurtadi. Lekin reklama qilsa bloger zo'r bo'lar, Ansiya. Qani? Blogerga chaqirdingmi? Bloger nima kerak? Dadan davlina qilishadi. Ha, unda blogerda. Ha, blogerman. Profiling nima? Azmir Vayn. Menga qara, Azmir Vayn. Nimani reklama qilishingni bilasanmi o'zbekda? Yo'q, bilmayman, menga do'kon deb chaqirdilar-da, nima qilay? Necha martaga bor qilgansan? Yo'q, endi men boshdan o'tgan blogerman-ku, shuning uchun barterga gaplashganman. Barter? Ha. Ha, bo'ldi, reklama qilgan. Bu. Hamcha qanday bloger ekan bu? Au, yosh endi chiqayotgan bloger ekan, barterga kelibdi. Barter nima u? Ha, reklama qiladi, video qo'yib beradi, o'rgan magazindan narsa olib ketadi.